Qanday qilib 2026-yilda O'zbekiston fuqarolari AQShga viza olishlari mumkin? Aynan shu savolni menga kommentariyalarda juda ham ko'p qoldiryapsizlar. Shuning uchun bugungi videoda men sizlarga batafsil, lekin oson tartibda shu AQShning vizalari haqida va ularni olish tartibi haqida alohida video qilib yuklashga qaror qildim. Birinchidan keling shu vizalarni xillari haqida gapirib o'tamiz. B1, B2 vizasi. Bu vizalarni shu turist, mehmon yoki biznes qandaydir maqsadlar bilan borayotgan O'zbekiston fuqarolariga rasmiylashtirishadi. Bugungi kunda bu eng ko'p beriladigan vizasidan biridir. F1 vizasi. Bu viza AQShga o'qishga ketayotganlar uchun rasmiylashtiriladi va 2026-yilda O'zbekiston fuqarolariga ochilgan viza bu H2A vizasi. Bu viza AQShni qishloq xo'jalik sohasida ishlamoqchi bo'lgan kishilarga rasmiylashtiriladi. Bu viza haqida bizning kanalimizda alohida video chiqqan. Agarda siz ham AQShni qishloq xo'jalik sohasida ishlamoqchi bo'lsangiz, xo'sh yerdan ssilka chiqadi. Bu videoga albatta ko'ringlar va O'zbekistondagi migratsiya agentligini rasmiy vakolatxonalariga albatta murojaat qilinglar. Mana siz bu vizalardan bittasini tanladingiz o'zingiz uchun. Endi nima qilish kerak? Keyingi bosqich bu kerak bo'lgan hujjatlarni tayyorlash. Bu DS-116 degan rasmiy forma. Bu hujjat ingliz tilida to'ldiriladi. Unga 5x5 fotolar tayyorlanadi va aynan shu hujjat elchixonaga siz tomoningizdan shu rasmiy elektron platforma orqali yuklanadi. Elchixonaga yozilish uchun maxsus bir programmaga kirib, o'zingizning nomingizga kabinet ochasiz. Kabinetingizda shu DS-116 ga tegishli daniylarni kiritib, bir davlat bojisini to'laysiz. To'lovni o'tkazganingizdan keyin tizimda sizga shu suhbatga yozilish uchun imkoniyatlar ochiladi. Toshkentdagi AQShning elchixonasida eng kam 3-4 oy kutish kerak bo'ladi. Suhbatga siz albatta o'zingiz bilan quyidagi hujjatlarni olib kelishingiz kerak. Sizning zagran pasportingiz. Uning amal qilish muddati 6 oydan kam bo'lishi mumkin emas. DS-116 forma, suhbatga yozilganligingiz haqida tasdiqlab beradigan QR kod va davlat bojisini to'laganingiz haqida kvitansiya. Ishingizdan berilgan ma'lumotnoma. Bu ma'lumotda sizni ishingiz, oyligingiz va qancha vaqt ishlayotganingiz haqida ma'lumotlar bo'lishi kerak. Bank raqamingizdan ma'lumotnoma eng kami 3 oydan 6 oygacha. Agarda sizning O'zbekistonda mulklaringiz bor bo'lsa, bu avtomobil vositalari, kvartira, uylaringiz, bunga ham tegishli hujjatlarni albatta o'zingiz bilan olib oling. O'zingizga tegishli, oila a'zolaringizga tegishli tug'ilganliklari haqida hujjatnomalar va boshqa oilaviy hujjatlar. Agarda siz student bo'lsangiz, albatta o'qigan joyingizdan ma'lumotnoma. Bir xilgi vaziyatlardan sizdan yana qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Endi keling shu batafsil suhbat haqida gapirib o'tamiz. Suhbat doirasida siz o'zbek, rus yoki ingliz tilida gapirishingiz mumkin. Elchixona kimga kerak bo'lsa tarjimonlar bilan ta'minlab beradi. Odatdagi konsullarga siz haqingizda qaror qabul qilish uchun 2 minutdan 5 minutgacha vaqt yetarli bo'ladi. Odatdagi beriladigan savollar: nima uchun AQShga boryapsiz? Aynan AQShning qaysi shahriga ketyapsizlar? To'liq manzilni ham so'rashlari hech gap emas. Sizni safaringiz uchun kim to'lamoqda? Qayerda ishlaysiz? Qancha daromad topasiz? AQShda yaqin qarindoshlaringiz bormi? Qachon AQShdan O'zbekistonga qaytmoqchisiz? Va shunga o'xshagan har xil savollar. Albatta, DS-116 formada berilgan ma'lumotlar bilan bir xil javob bering. Chunki DS-116 da siz bitta ma'lumot berib, shaxsiy suhbatda boshqa ma'lumotlarni bersangiz, bu sizga AQShga viza olishga atkazga olib keltiradi. Hech qachon AQShning konsullik xodimlariga yolg'on ma'lumot bermanglar. Agarda siz suhbat doirasida yolg'on gapirsangiz, nafaqat vizaga atkaz, balki AQShga borishga hayotingizning oxirigacha zapretga ega bo'lishingiz mumkin. O'zingizga tegishli oydin va ochiq ma'lumotlarni yetkazib beringlar. Faqat sizga berilayotgan savollarga javob bering. O'zingizdan o'zingiz shu suhbatga tegishli bo'lmagan har xil gaplarni gapirishdan boshingizni torting. Agarda suhbat ijobiy tarzda o'tsa, siz 10 kun ichida vizaga ega bo'lasiz va bu haqida sizga SMS va emaildan ma'lumot yuboriladi. AQSh elchixonasida atkaz olishda asosiy shu 5 ta sabab bor.
Birinchi sabab bu albattaki O'zbekistonda sizni hech narsa ushlab turmasa, ishingiz yo'q bo'lsa, uylanmagan yoki erga tegmagan bo'lsangiz. Ikkinchisi bu anketada berilgan ma'lumotlar va suhbatda aytayotgan javoblaringizni farqi. Uchinchi sabab bu safarga yetarli darajada daromadingiz yo'qligi. Bu degani AQShga borib yashash uchun kerak bo'lgan mablag'larni spravkalar orqali ko'rsatmaslik. To'rtinchi sabab, agarda AQShda siz yaqin qarindoshlaringiz noqonuniy, bu degani nelegal bo'lib yursa. Va beshinchi sabab bu vatanga qaytmasligingizni baland ehtimoli borligi. Bu degani siz turistik vizaga murojaat qilmoqdasiz, lekin kvartirangizni sotdingiz, ishingizdan bo'shab ketdingiz. Xullas, AQShda qolishga niyatingiz aniq bo'lsa. Bundan tashqari 2026-yildan boshlab shu elchixonada suhbatdan o'tishdan oldin siz yangi qoidalar haqida ogoh bo'lishingiz kerak. Birinchidan bu suhbat. Suhbatdan hozir 14 yoshdan 79 yoshgacha hamma o'tmoqda. Hech kim uchun istisnolar yo'q. Sizning internet tarmoqlardagi profillaringizni tekshirish. Ha, endi 5 yildagi sizning internet profillaringizdagi ma'lumotlar elchixona xodimlari tomonidan tekshiriladi. Va hozir bu tekshiruvlar sun'iy intellekt yordami bilan olib borilmoqda. Imkoniyat bilan foydalanib sizlarni ogohlantirmoqchiman. Hech qanday idoralar sizga shu AQShning elchixonasida shu ijobiy tomonga ko'rib chiqilishga yordam berish yoki sizni arizangizni tezroq ko'rib chiqishga yordam berish olmaydi. Kimdir sizga bunday va'dalar berayotgan bo'lsa, bu baland ehtimol bilan firibgarlar. Do'stlar, agarda sizda bir qandaydir savollar qolgan bo'lsa, bu videoni kommentariyalarda yozinglar. Va sizlardan iltimos, kanalga podpiska bosib qo'yishni unutmanglar.